Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim. Yaxshimisizlar? Mana men hozir Namangan viloyatining Skovat qishlog'iga keldim. Bu yerda bir bemorimiz bor ekan. Savob ish qilish uchun keldik biz. Bu bemor amakimiz jigar siroz kasalligi bilan kurashib kelyapti ekanlar hozir. Qizlari muhtoj bo'lib qoldik, shunchalik so'rashga. Dedim ahvolar hozirda yaxshi, mana 10 kuncha reanimatsiyada yotdik. Hozir ancha o'zlariga kelib yaxshi bo'lib qoldilar. Sizlardan jicha iltimosimiz bor, agar imkoninglar bo'lsa, jicha yordam bersangiz, shu dedamni oyoqqa qo'yib olsa, evlolmay o'zlarini hushlarini olib qo'yadi, dam ololmay qoladi, qiynalib ketibdilar. Iltimos, agar imkoninglar bo'lsa, imkon darajasida yordam bersanglar, Alloh yo'lida, Alloh rozi bo'lsin bergan yaxsonlaringizda avvalo. Shu otam nima bo'lsa ham boshimizda duo bo'lib tursalar, vaqtimizga sog' bo'lsalar, iltimos qilamiz imkon darajasida. Shifo bersin ilohim, shularni qatorida shu deyman, baxtimizga sog' bo'lib qolsalar. Shular ko'p qatorida bizni ham tinchligimizni sog' qilib, umrimizni uzoq qilib, bola-chaqaga ega bo'lib yurishligi Parvardigor nasibimizni aylasin. Ilohim baxtimizga shu duo qilib tursalar. Shunchalik yaxshi bo'lib qolganlar sabab. Eng g'animatim hatto soyasi ham buyuk davlatim, aslida duosi mening jannatim. Dada sizga jannat sovg'a qilaman, otam sizga jannat sovg'a qilaman. hurmatli meni kuzatuvchilarim, hurmatli obunachilarim, meni ko'ryapsizlar. Bu amakimizni, bemorimizni ahvollari rostdan ham jiddiy ekan, kasallari og'ir. Shu imkon qadar yordam qilsalaringiz, shu Hindistonga olib borib, vaqtida ko'rsatib, shu kasallikni oldini olib kurashib qolsak, mana qizlari aytib o'tgandek, farzandlari bor ekan, uylaydigan, kelinlarni qo'lidan choy ichish kerak, xudo xolasa nevara to'ylarni ko'rish kerak. Shunga imkon qadar qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni ayamanglar. Sizlar bizdan qaytmasa, bulardan qaytmasa, Xudodan qaytsin sizlarga. Albatta, Parvardigor o'zi Hani 70 ga kirguncha qilamiz deb Hindistonliklarga ko'rsatdik, mablag' topolmadik, 66 ga kirdilar. Ilohim shu mablag'ni tezroq. Hech qachon Parvardigor o'zi tashlab qo'ymaydi. Xudo xolisa ozgina bo'lsa ham dildan chiqarib, ozgina yordam qilgan odamni avvalo o'ziga ming rahmat. Ilohim Tenjonlarni sog' qilsin, hammalarini umrlarini uzoq qilsin. Shu bizga bosh bo'lib yuring ilohim. Tuzatib qilaylik shunaqa chiroyli insonlarni. Ming rahmat. Shifo bersin. Alloh o'ziga olsin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib. Ilohim. Endi birdagi shu operatsiya bitdi. Bu operatsiya. Bizga ham armon bo'lib qolmasin. Mashina 2 oydan mashqlar qildi. Kasalda javob berib olib ketaveringlar bo'ldi. Hozir 3 marta kasallar 20 yillab yashagan kasallar bor. Har safar bu Yaxshi bo'ldi. uldunda qilib kelamiz, olib ketaymi deydi. Mana Bu umrni o'lchab ketdi. Maza qochgan paytida odam sho'g'ib qoladi-da. Ashunda men shig'sa bilmayman. Jiddiy Yuraveraman, menga qiyin-da. Mana hech jamoatga qilmayli. Kecha sizlar yurdik-da, yotmaymiz. Kecha kunduz yuraymiz dashadi. Ketdim deb shu qaror yetalab yurdik. Mana bir 2 minut o'tirmadi. Shundoq desam, so'zam bermayli. Ba'zida kuchimiz yetmay qolar ekan, boshqamiz ekan, boshimni yer qo'llari. Bitta duo qilyapsiz. Parvardigor barcha bemorlarni, hamma tenjonlarni sog' umrlarini uzoq, rizqlarini baland qilib, bola-chaqalariga ega bo'lib, sog' salomat yurishligi Parvardigor nasibimizni aylasin. Alloh sizga sog' berib yaxshi bo'lib keting. Ilohim.